has got, ya'ni British English deymiz. British English. Xo'p, ayni British English, ya'ni bu degani, ya'ni Buyuk Britaniyada, ya'ni have got, has got ni ishlatasiz. Ya'ni boshqa davlatlarda misol Amerikaning o'zining shevasi bor yoki Avstraliyaning o'zining shevasi bor. Ana shu holatda esa have got, has got ni siz Buyuk Britaniyaga borib, I have got deb ishlasangiz agar bo'lar ekan. Endi has got, has bilan have chi deyish mumkin. Bularni esa Amerika, ya'ni Amerika shevasi deymiz, ha? Shevasida ishlatasiz. Mana ko'ryapsizmi? Ikkalasi asosiy farqlardan biri, ya'ni have got bilan has got ni British English bo'ladigan bo'lsa, have has ni esa Amerikan shevasida ishlatasiz. Misol uchun I have, he, she, uchun it deydigan bo'lsak ham, bularga esa has ishlatasiz. Aynan bularga nisbatan has ishlatasiz. Hop, ko'ryapsizmi mana? Have, ya'ni I ga nisbatan have bo'ladigan bo'lsa, he, she ga nisbatan has bo'ladi. Hop, we yuziga, we ga have ishlatasiz, you ga nisbatan have ishlatasiz, chunki ko'plik bo'lgani uchun they ga nisbatan ya'ni have ishlatasiz. Endi bu yerda misol tuzamiz. Ya'ni I have a book deydigan bo'lsak ham, menda bitta kitob bor. Bo'ldi. Ya'ni darak shaklidagi gap bo'ldi bizda. Hop, he has a dog. Ya'ni unda bitta iti bor deydigan bo'lsak ham, she has a dog. Ya'ni unda bitta qo'rchog'i bor. It has a bird deydigan bo'lsa, ya'ni qush, ya'ni unda bitta qushi bor deydigan bo'lsa, uchun biron bir nimasi, misol uchun uy hayvoni, parrandalarga nisbatan buyumlar ishlatasiz, bilasiz, narsa buyumlarga nisbatan ishlatasiz. We have students in our room. Bizning xonamizda, mana bizning xonamizda studentlar bor deb aytyapmiz. Yoki we use'ga nisbatan ham ketaveradi. We use'ga nisbatan bemalol ko'pligiga nisbatan ham ishlatamiz. Ya'ni you have two dog in your garden. Ya'ni sizni bog'ingizda ya'ni ikkita it bor. Xo'p, bu yerda bitta narsani tashlab ketman, ko'pligini. Xo'p, dog emas, dogs bo'ladi, esdan chiqarmang. Xo'p, in your garden, ya'ni sizning, ya'ni bog'ingizda ikkita it bor degan. Xo'p, they have a car deylik, ma'lum emas. Ya'ni ularda bitta mashinasi bor deb ishlataveramiz. Ana shu holatda, ya'ni bu yerda darak shaklida bo'lyapti. Ya'ni American English bu yerda nima bo'lyapti? Ya'ni darak hozir. Xo'p, darak shakli bo'ldi. Endi shu shaklni endi biz inkor shaklini ishlatamiz. Xo'p, inkor shaklida qanaqa bo'ladi? Ya'ni inkor deb yozib qo'yaylik. Xo'p, inkor shakli esa aynan bu so'zlarni olamiz. Mana shu holatni qaytarib olsak bo'ladi. Xo'p, inkor shaklida esa mana ko'ryapsiz. Endi faqat bu yerda, ya'ni I ga nisbatan biz endi don't so'zini ishlatamiz. Inkor bo'ladi. I don't have. Endi bu yerda he, she ga nisbatan, ya'ni has ishlatmaymiz, chunki bu yerdagi s biz ya'ni he, she ga o'tkazib yuborgandan keyin do emas, bu yerda endi does bo'ladi. Does not, endi has emas, have qoldi bu yerda. Chunki misol uchun biz aytamizki, ya'ni menda 3 ta olmam bor edi o'zimda, ya'ni shaxsan o'zimda 3 ta olmam bor edi, ikkitasini menga ya'ni Samad berdi, jami bo'lib 5 ta bo'ldi degan savolda darak shaklida ishlatardingiz. Endi he, she ga esa siz o'sha 2 ta olmangizni ya'ni Samadga qaytarib beryapsiz, ya'ni does qilib berib yuboryapsiz. O'shanda qaytarib berganingizdan keyin bu yerda faqat o'ziniki qolgandagi have qolgan bo'ladi. Xo'p, she ga nisbatan does not have bo'ladi. Xo'p, it ga nisbatan does not have bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Endi bu yerda got so'zini ishlatmayapmiz, chunki bu kerak emas. Got so'zi bo'lmagandan keyin bu yerda обязательно does not deb ishlatyapmiz. Xo'p, keyingisida we use'ga nisbatan bilasizki don't, chunki ko'plik bo'lgani uchun don't so'zini ishlatdik. Xo'p, you ga ham nisbatan don't so'zini ishlatamiz. Xo'p, they ga nisbatan biz
don't so'zini ishlatar ekanmiz. Mana ko'ryapsizmi? Ha, bu shaklda esa inkor bo'ladi. Aynan siz British English desa, ya'ni siz nima ishlatardingiz? I have not got a book deb ishlatardingiz. Bu yerda esa boshqa formula jihatdan boshqa bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? I don't have bo'lyapti bu yerda. Yoki hech kimga nisbatan doesn't have deb ishlatyapsiz. Esdan chiqarmaslik kerak ekan. Endi so'roq shakli, ya'ni biz so'roq shaklida so'roq deymiz, ya'ni interrogative deymiz, so'roq shakli. So'roq shaklini qarang. So'roq shaklida aynan qarang. Shu so'zlarni qaytarib olaylik mana. Farqi yo'q. Xohlasiz o'sha so'z yozing, xohlasiz boshqa so'z yozaylik. Muammo emas. Aynan shu so'zlarni qaytarib olayotgan paytimizda faqat endi bu yerda don't so'zi bo'lgan bo'lsa, don't so'zini o'chiramiz endi. Nima qilamiz? Oldinga do I have a book? Endi va faqat oldiga nima qilamiz? So'roq shaklini qo'yib qo'yamiz. Ko'ryapsizmi oxirida? Bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni does masi nima bo'ladi? Обязательно siz bilgandek, ya'ni does ni oldinga chiqaramiz va have so'zini qolyapti. Mana. So'roq shakli. Xo'p. Bir so'roq shakli qilaylik. Mana bu yerda esa she ga nisbatan nima ishlatamiz? Does ishlatamiz. Ko'rdingizmi? Endi bu yerda esa bu yerda itga nisbatan, ya'ni har doimgidek, ya'ni does ishlatamiz. Does, mana does hozir. Does it have a bird deb ishlatamiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu holatda sizda, ya'ni so'roq shaklda bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin ekan. Endi xo'p,